8-qism. Kunduzgi qunduzlar. Salom, Heavy. Xayrli kun, Kardan amaki. Haligi oyim 200 beraman, jala. Hech qaysi xotin meni darsda yutolmaydi. Demak, men birinchisi bo'laman. Boshlar. Vikiga 1000 tikaman. Viktoriya g'alaba qozondi. Hisobni tenglashtirishga haqqim bor. 400 beraman. Tez zarba kuchini o'lchaymiz. Stop. Oyoq bilan tepish mumkinligini kim aytdi? Mumkin emas deb kim aytdi? Hali shunaqami? Qani bu yoqqa o'tchi. Turay. Xo'sh, maqlamiz yutqizib pullar edi. Qani cho'z, menga ber. Viktoriya g'alaba qozondi. Viktoriya g'alaba qozondi. Viktoriya g'alaba qozondi. oyi kechirasiz. Oxirgi marta kim yutsa hamma pulni olib ketadi. Bo'pti, hozir seni uxlataman. Menimcha Yutqizishini ko'rsat, bizdan bir ko'raylik. Uxlamadi-yu. Oyi, Bak, sen ham bo'shashma. voy, Qilyapsanmi? Ha, Heavy senmi? Bu yerda nima qilyapsan? salom Anna xola. Nima bodo oyimni ko'rmadingizmi? Ko'rmadingizmi? U hozir hammani e'tiborida-ku. Uni yoniga borishim kerak. Agar o'ldiramiz deyishganda ham sen bilan mana shu sassiq erkaklar qatlamidan o'tmagan bo'lardim. Ha, o'lib ketsin. Bilib qo'y, buni sen uchun emas, Viki uchun qilyapman. So'tak, ketdik. Demak, so'nggi musobaqa. Viki! Hozir emas. Bu yerda Heavy'ni ko'rib qoldim. Senga nimadir demoqchi ekan. Ayt, uyga sursin. Oyi, Heavy onangni emgur, nega hali ham uydamassan, ahmoq? maktabdan keyin to'g'ri uyga bordim. Faqat o'rtog'imnikiga uyga vazifa qilishga kirdim. Keyin ko'chada qarasam kalitim yo'q ekan. Nima? Kalitingni yana uxlatib qo'ydingmi, mayda tirancha? Yo'q, menimcha uni uyda qoldirdim. Jiga telefon qilmaysanmidi? U eshikni ochardi. Unga telefon qildim. 11 gacha uyga bormayman dedi. Voy, kutiboq! Yana u so'ramasdan qayoqqadir ketib qoldimi? Aslida u so'ragandi, siz unga ruxsat bergandingiz. Ha, to'g'ri. Mayli, biroz kutib tur, hozir uyga birga ketamiz. Rapunzelini oldiga yo'qol. Kim buni aytdi? Kimni boshini uzib olay? Menikini uzib ol. Ha, bu senmi? Ha, o'lib ket. G'olib Viktoriya. Bu qanjiq 6000 olib ketib qoldi. Qiz bola Xo'sh, yana bir marta. Bering, freedom. O'xshadimi? Palakat. Balki uni silkitish kerakmidi yoki axir unda mikrofon bor-ku. Menimcha mikrofonga ovoz borish kerak. Qani birgalikda Viki. O, nimadir eshitdim. Sen aytdingmi? Yo'q, Viki, bu men, Anna. Sen yana menga telefon qilyapsan. Jin ursin. O'chiryapman. Kel boshqatdan. Mana o'sha keladigan og'ziga suv keladi, og'ziga ko'tiga
Oyi, pivo ichish musobaqasidan keyin rulga o'tirishingiz mumkinmi? Pivo spirtsiz edi. Shuning uchun ham ikkalamiz qusvordik. Bering. Bering. Nega Glamda hammasi oson bo'ladi, a? O'xshadi. Uhu, zo'r bo'ldi. Oyi, siz boya bagni yoniga borib unga nima degandingiz? Hech narsa, shunchaki xayrlashdim. Yana bildirmay ulushini ham berdim. Qanaqa ulush? Haligi biz axir bularni uyushtirgandik. Ya'ni kelishib oldik. U menga yutqazib berdi. Qanaqasiga? Axir ular do'stlaringiz-ku. Yo'q, Heavy. Ular menga do'st emas. Bag esa meni do'stim. Biz u bilan do'st bo'lib qolganmiz. Birga zalga borardik. Lekin ular tanishingiz-ku. Men ularni bilaman, siz ham bilasiz. Ular sizni klubingizdan-ku. Ularni aldadingizmi? Eshit, Heavy. Agar odam nimagadir pul tikishga tayyor bo'lsa, demak uni ortiqcha puli bor. Menda esa ko'p puli yo'q. O'zi yangi karbyurator sotib olishim kerak. Shtraflarni ham to'lash kerak. Agar kimdir o'zini oxirgi pulini tiksa-chi? Demak u ahmoq. Ularga rahmim kelmaydi. Anna xola ham ahmoqmi? Yo'q, aynan uni ortiqcha puli bor. Lekin ularni sarflashni o'rniga u menga tikdi. Shunga yutgan pullarimizni hammasi shu feminist bilan bo'lishga majbur bo'ldim. Men hammasini eshitdim. O, neyni